Aka, assalomu. Assalomu alaykum aka. Olmangiz necha pulgan? Olma 20 ming so'm aka. Qimmat emasmi? Yo'q, Qirg'izistonda olmasi ichkarida 25 ming sotyapti. Bizda 20 ming so'm. Necha kilo aka? Ha, bo'ldi 2 kilo tortingchi. 2 kilo yetadimi? Ha, yetadi. Bo'ldi, 2 kilo bo'lsa 2 kilo mana. Mana rosa mehmonboblaridan beryapman. Eng zo'rlaridan. Mana rosa 2 kilo ekan. Bizga nok bering. Minglik bor, 25 minglik bor. Mana eng zo'rlari mana shu. Shundan berasiz bizga. Bizda eng arzonlari bor. Bo'ldi akajon, xush kelibsiz. Hozir mana bolaga 1 kilo olma berdimmi yo 2 kilomi? Bilmadim. 2 kilo berib. Adashdim shekilli. Sizga 1 kilo, a? Onasi. Labbay xo'jayin. Ha, kelyapsizmi? Men aytgan narsalarni oldingizmi? Mana sen aytgan narsalarni hammasini oldim onasi. Ha, yaxshi. Ha, bu 2 kilo olma emas-ku. Bu salafangiz, so'mkangiz ham yirtilib ketdi-yu. Yo'q, onasi olmani 2 kilo olgandim. Ha, yo'q, qani so'mkangiz ham yirtilib mana. So'mkani tagi yirtilib qopti onasi. Men sizga 2 kilo aytdim-ku. Hammasini tushirib kelibsiz-da. Onasi, to'g'ri aytishgan ekan. Birovni haqqi birovga yuqmaydi deb.